Mana shuni ko'ringlar akalar mana. Saydan buloq ham ketgan, sharoylar ham ketgan. Buni ketganiga 1 yildan oshgan. Mashina og'ir holatda kelgan. Natijada mashina suzib, qayiqqa o'xshab ketib qolgan va mana shu holatda mana balonlarni yeb tashlagan. Ikkovi tomoni ham o'lgan hadovoylari, ustaxonaga umuman kirmagan. Mashinani ideal qilib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Ungacha bittadan like bosib turinglar, boshladik. Mashinamiz tayyor bo'ldi, ko'rishlaringiz mumkin. Stabilizator tiyaga, sharovoy, saydin bloklaricha, vtulkalargacha polni yangi bo'ldi. Mashinamiz ideal holatda bo'ldi. Ukamiz kelyaptilar. Bitta meni ko'rib baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Ukam mashina qalay bo'ldi? Aka, vashi chotki mashina, katta rahmat. Vashi boshqacha mashina bo'lib qoldi aka. Boshqa mashina bo'lib qoldi. Vashi chotki aka. Gap yo'q. Boshqalarga taklif qilamizmi ishimiz? Конечно, taklif qilamiz aka. Chotki. Bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda. Hamma mashinalarni qadag'oy razvalab chotki qilib beramiz. Yuraydan qilib, nomerlar qoldiramiz. Videoga like bosib, tanish mashinasi bo'larkan jo'natib qo'yamiz.